Amerikan YouTube'da kanal ochib daromad qilmoqchisiz, lekin yo'nalish tanlashda qiynalyapsiz. Agarda sizda ham shu muammo bo'layotgan bo'lsa, bugun ushbu muammo yopiladi. Ya'ni hozir men sizlarga top 10 ta Amerikan YouTube uchun yo'nalishlarni tayyorlab qo'ydim. Ularni bemalol ko'rib chiqib, ichidan eng yaxshisini tanlab olishingiz mumkin. Shunchaki ushbu videoni oxirigacha ko'ring va boshqa yo'nalish tanlashda qiynalmaysiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Agarda siz hali ham YouTube'da Amerikan kanal ochmagan bo'lsangiz, siz katta pul yo'qotyapsiz. Chunki hozir YouTube'da kichik kanallar ham yaxshi daromad qilyapti. Lekin siz Amerikan kanalni noto'g'ri ochsangiz, u hech qachon rivojlanmaydi va daromadga chiqmaydi. Agarda siz shunday muammolarga duch kelishni istamasangiz, biz sizga professional Amerikan kanal ochib beramiz. Trenddagi daromadli yo'nalish tanlaymiz. Unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz, Amerikan nomer bilan tasdiqlaymiz va eng muhimi, kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Hamda sizni Amerikan YouTube bo'yicha yopiq Telegram kanalimizga qo'shamiz. Hoziroq YouTube kanal ochishga buyurtma berish uchun ekrandagi Telegram profilga Amerikan kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Demak, 10-o'rindagi yo'nalishimiz bu hayvonot olami haqidagi shorts videolar yo'nalishi. Ushbu kanalni sizlarga misol qilib keltirishim mumkin. Ushbu kanal nomi Snack Baron deb nomlanadi va ushbu kanalda 177 ta video bilan 81 ming obunachi mavjud. Ushbu kanal hayvonot olami haqida qisqacha qiziqarli faktlarni bitta videoga 3 ta 4 ta faktni joylashtirib, mana shunday turdagi videolarni tayyorlaydi va shunday videolar orqali ushbu kanal juda yaxshi prosmotr va daromad qiladi. Ko'rishimiz mumkin, masalan, oxirgi videolar unchalik ko'p prosmotr olmaganga o'xshaydi. 50 ming, 40 ming, 171 ming, 98 ming prosmotr, lekin misol uchun mana bu videosi 6 million prosmotr olgan. Atigi 4 kunda. Yoki bo'lmasa, mana boshqa videolarni ham ko'rishimiz mumkin. 40 ming, 50 ming, 100 ming shu atrofda, lekin bir hafta oldingi videosi 8 million. Ya'ni do'stlar, o'rtacha videolari 50 ming, 100 ming prosmotr olgani bilan har 5 ta 6 ta videosidan bittasi million yoki millionlab prosmotr oladi. Jami prosmotrlarni ko'rishimiz mumkin 84 milliondan ortiq, ya'ni bu bir oylik statistika. Ushbu kanal bir oyda 84 million prosmotr to'plamoqda. Bu degani do'stlar, o'rtacha $5000 daromad. 9-yo'nalishimiz bu Talking Tom yoki mini o'yinlar deyishimiz mumkin. Mana shunaqangi yo'nalish bu kanalda sizlarga ko'p marta ko'rsatganman. Ya'ni ushbu kanal nomi Creedzone Gaming deb nomlanadi va ushbu kanal egasi shunchaki planshetda 20 daqiqa davomida o'yinlarni shunchaki o'ynab, uni videoga olib YouTube ga joylashtiradi va bu orqali minglab dollar daromad qiladi. Ko'rishingiz mumkin, hammasi juda ham oddiy bir xil o'yinlar va do'stlar, hattoki previews ham bir xil stilda tayyorlanadi va uning videolari o'rtacha 50 ming, 60 ming prosmotr oladi. Ba'zi videolar mana 100 mingdan ham oshgan. Va do'stlar, mana shunday videolar orqali ushbu kanal oyiga 2 milliondan ortiq prosmotr to'playdi va oyiga 2000-3000 dollar atrofida daromad qiladi. Juda ham oson yo'nalish va juda ham yaxshi daromad. 8-o'rindagi yo'nalishimiz bu Talking Angela yo'nalishi. Ushbu kanalni ko'rishingiz mumkin. Ushbu kanal egasi shunchaki Talking Angela o'yinida har xil mashhur qahramonlarni ushbu Angelani bo'yab, xullas cosplay qilib turib o'xshatishga harakat qiladi. Kelinglar, mana bir kun oldin qo'ygan videosini ko'ramiz. Mana videoni boshida mana shu qandaydir qahramonni rasmini ekranga chiqaradi va uni bir chekkaga qo'yib, ushbu Angelani xuddi shunday stilda kiyintirishga, bo'yantirishga harakat qiladi. Va mana shu videoni oxirida taxminan 40-45 sekunddan keyin biz natijani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Talking Angela mana shu qahramonga maksimal darajada o'xshatishga harakat qilinadi. Va bo'ldi, mana shundan videomiz iborat. Va shunday videolar o'rtacha ko'rishingiz mumkin 50 ming, 100 ming, 150 ming, 200 minglab yoki mana 2 millionlab prosmotr oladi. Va ushbu kanal egasi jami hisobda shunday videolar bilan 15 million prosmotr. Ya'ni daromadga hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 1,5 ming dollar daromad qiladi. 7-o'rindagi yo'nalishimiz bu Monster Truck yo'nalishi. Ushbu o'yin telefon uchun mavjud va
bunday o'yinlarni video qilish uchun sizga kompyuter kerak emas. Lekin shunda ham ushbu yo'nalishda prosmotrlar ko'p va video o'yin ham juda ham qiziqarli. Ko'rishingiz mumkin, misol uchun mana 2 kun yoki 3 kun oldin qo'ygan videolari 100 minglab prosmotr olgan. Yoki yanada biz pastroqqa tushadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, ushbu videolari mana 300 minglab prosmotr olgan. Kelinglar mashhur videosiga kirib ko'ramiz. Mana mashhur videolari 700 ming, 600 ming, 500 minglab prosmotr olgan va ushbu videolari atigi 1 oy, 2 oy, 3 oy oldin joylangan. Juda ham eski videolar emas. Xo'p, mana mashhur videosiga kiramiz. Videoni ko'rishingiz mumkin. Videoda shunchaki o'yinga kirib, ekranni zapis qiladi va 6-7 daqiqa atrofida o'yinni o'ynaydi. Qanaqangidir kuchli montajlar yo'q, lekin men maslahat bergan bo'lardim, agarda ushbu yo'nalishda video olmoqchi bo'lsangiz, ozgina bo'lsa ham montaj qo'shishni. Agarda montaj qo'shmasangiz, ertaga monetizatsiyadan qandaydir muammolar bo'lishi mumkin. Ushbu kanal jami hisobda mana shunday videolar orqali 3 milliondan ortiq prosmotr to'playdi va o'rtacha 2000-3000 dollar daromad qiladi. Bu shorts content emas, ya'ni long content, uzun formatdagi videolar. Mana shuning uchun ham kanal kam prosmotr bilan yaxshi daromad qiladi. 6-o'rindagi yo'nalishimiz bu bizning sevimli yo'nalishlardan biri, ya'ni ASMR AI yo'nalishi. Ya'ni xuddi shunday turdagi videolarni siz telefoningiz orqali sun'iy intellektda videolar tayyorlab YouTube ga joylab daromad qilishingiz mumkin va bunday turdagi videolar juda ham zo'r prosmotr oladi. Misol uchun mana 3 kun oldingi video 100 ming prosmotr olgan. Bu boya aytib o'tganimdek long formatdagi content, ya'ni uzun video, shorts emas va mana shuning uchun ham YouTube juda ham zo'r pul to'laydi. Ushbu kanal nomi Melted ASMR deb nomlanadi va atigi 100 ta video bilan ushbu kanal egasi 60 mingdan ortiq obunachi to'plagan. Va videolar jami hisobda oyiga hozirda 500 ming atrofida prosmotr olayotgan ekan. Menimcha ba'zi videolarni o'chirgan, shuning uchun prosmotr tushib ketgan. Atak bemalol ushbu kanal ham oyiga 1000, 1,5 ming, 2000 dollar daromad qila oladi. Bizning 5-o'rindagi yo'nalishimiz bu car parking multiplayer yo'nalishi. Ushbu o'yin bilmaydiganlar uchun mashinalar haqidagi, ya'ni GTA o'yiniga o'xshab ketadigan o'yin yoki BMNG Drive ga ham qandaydir ma'noda o'xshatishimiz mumkin va bunday videolarni o'ynab videoga olsangiz, YouTube da videolaringiz juda zo'r prosmotr oladi. Misol uchun ushbu kanalni biz jami prosmotrlarni ko'radigan bo'lsak, 1 oyda 23 milliondan ortiq prosmotr to'plagan va bu taxminan 1,5 ming, 2000 dollar daromad degani. Bizning 4-o'rindagi yo'nalishimiz bu cat ranking yo'nalishi, ya'ni har xil mushuklarni videolarini baholash yo'nalishi. Ushbu yo'nalishda prosmotrlar bomba va daromad ham bomba. Ya'ni biz ko'rishimiz mumkin, mana shu joyning o'zida juda ham ko'plab millionlab prosmotr olgan videolar mavjud. Masalan, ushbu video ham 1 million 300 ming, 1 million 600 ming, 4 million 600 ming, 1 million prosmotr, 2 million, 1 million prosmotr. Bu juda ham zo'r. Ya'ni do'stlar, millionlab prosmotr oladigan videolar juda ham ko'p. 2 kun oldingi videosi ham 3 million 700 ming prosmotr olgan. Kelinglar ushbu videoga kirib ko'ramiz. Videoni boshida sun'iy intellektda qilingan mana shunaqangi yoqimtoy mushukni videosi qo'yiladi. Undan so'ng esa o'sha realniy mushuklarni videolari odatda qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin, bular realniy videolar. Internetda mana shunaqangi yoqimtoy mushuklarni videolari olinadi va ularni ketma-ketlikda baholab chiqiladi. Tamom. Hech qanaqa qiyin joy yo'q, shunchaki bunday videolarni izlashga ozgina vaqt ketadi. Taxminan 30 daqiqada menimcha bitta video mana shunaqangi tayyorlashingiz mumkin. Va u 3 million, 4 millionlab prosmotr olsa, menimcha mehnatingiz bunga arziydi. Ushbu kanal jami hisobda oyiga 31 million prosmotr to'plamoqda va bu orqali ushbu kanal bemalol oyiga 2000 dollardan 3000 dollargacha daromad qiladi. 3-o'rindagi yo'nalishimiz bu ham xuddi bundan oldingi yo'nalishga o'xshaydi, ya'ni ranking yo'nalishi, lekin bu yoqda mushuklarni emas, balki fanniy momentlarni, ya'ni kulguli vaziyatlarni shunaqangi baholab chiqadi. Xo'p, ushbu kanalni hozir ko'rib qoldim, ko'rishimiz mumkin. Atigi 21 ta video ushbu kanal egasi joylagan va bu orqali 27 ming obunachi to'plagan. Eng eski videosi 1 oy oldin joylangan, ya'ni 1 oydan beri ushbu kanal video joylab kelyapti va 1 oyda mana bitta videosi o'sha 20 million, bittasi 3 million, bittasi 2 million, bittasi 1 million prosmotr olgan. Bu juda ham zo'r natija degani. Nimaga zo'r natija? Chunki bu zo'r yo'nalish. Xo'p,
ushbu kanalni umumiy statistikasini ko'radigan bo'lsak, 26 million prosmotr. Ya'ni kanal ochilgan, videolar joylab boshlangan va bir oyda 26 million prosmotr. Bu juda ham zo'r degani. Va kanal 26 million prosmotr bilan bemalol 1,5 ming, 2 ming dollargacha daromad qila oladi. Даже 10 ta emas, atigi 5 ta videoni baholab chiqyapti va shunda ham mana 25 sekundli video 20 millionlab prosmotr olmoqda. Ikkinchi o'rindagi yo'nalishimiz bu ham kulguli vaziyatlar yo'nalishi, lekin bu yoqda faqatgina kulguli vaziyatlar odamlar tomonidan emas, masalan hayvonlar tomonidan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam odamlar tomonidan, xullas aralash. Ya'ni jamiki kulguli videolar. Va bu shorts format emas, balki uzun, long formatdagi videolar hisoblanadi. Ya'ni ushbu kanalni ko'rishimiz mumkin. Kanal nomi Loud Trapped deb nomlanadi va har bir videosini obloshkasida Try not to loud deb yoziladi. Ya'ni kulmaslikka harakat qil degan ma'no. Xo'p, bu yoqda shunchaki 22 daqiqa yoki 20 daqiqadan iborat kulguli videolar to'planmasi, jamlanmasi bo'ladi. Masalan, kelinglar mana shu videoga kirib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunchaki har xil kulguli videolarni joylashtirib chiqadi, lekin bir boshidan, ya'ni boshida ozgina kulguli videolarni qo'yadi. Mana beginners degan, undan so'ng masalan pro ga o'tadi, ya'ni yanada kulguliroq. Va xuddi shunday tarzda mana videoni oxirida o'sha impossible, ya'ni juda ham kulguli vaziyatlarni, videolarni qo'yib beradi. Tamom. Mana shu prikollar to'planmasi juda ham yaxshi prosmotr oladi. Ya'ni 100 minglab prosmotr oladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 141 ming prosmotr, 200 ming prosmotr, 387 ming prosmotr va hokazo. Va shunday videolar jami hisobda ushbu kanalda 5,5 milliondan ortiq prosmotr oladi. Bu oyiga. Long formatdagi 5 million prosmotr oladigan videolarga YouTube bemalol 3 ming dollardan 5-6 ming dollargacha pul to'laydi. Va bizning birinchi yo'nalishimiz bu Roblox yo'nalishi. Roblox yo'nalishi haqida men bir nechta videolar tayyorladim, chunki bu rostdan ham eng sevimli mening yo'nalishim. Roblox orqali siz juda ham yaxshi prosmotrlarni shunchaki oddiy videolar orqali ham qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ushbu kanalga e'tibor qaratamiz. Google Blocks nomli kanal atigi 18 ta video bilan bir necha oyda 1 milliondan ortiq obunachi to'pladi. Mana ko'rishingiz mumkin, ushbu kanalning birinchi videosi 1 oy oldin joylangan. 1 oyda 1 milliondan ortiq obunachi. Menimcha bu juda ham zo'r natija. Va bu Roblox yo'nalishida. Mashhur videolarni ko'rishingiz mumkin. 33 million, 32 million, 32 million, 18 million, 17 million, xullas dahshat prosmotr. Va bunday videolarni siz ham tayyorlashingiz mumkin. Men Roblox yo'nalishi bo'yicha bir emas, bir nechta videolar tayyorladim. Ularni ssilkasini video ostida qoldiraman. Kirib, tomosha qilib, qanday video tayyorlashni ham o'rganib olishingiz mumkin. Va siz Roblox yo'nalishida turli xil videolar tayyorlashingiz mumkin. Chunki Roblox bu bitta o'yin emas, balki o'yinlar platformasi. Ya'ni juda ham ko'p o'yinlar bor. Trenddagi o'yinlarni o'zingiz tanlab olib, ularni o'ynab, videoga olib, juda zo'r prosmotr va daromad qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, top 10 ta yo'nalishlarni ko'rib chiqdingiz. Ulardan sizga eng yoqqani qaysi yoki qaysilari bo'ldi? Buni kommentariyada yozib qoldiring va Amerikan YouTube kanali orqali daromad qilishni istasangiz, bizga Telegram orqali bog'lanib, YouTube kanal so'zini yozing va biz sizga Amerikan YouTube kanal ochib berib, undan daromad qilishni ham o'rgatamiz, hamda YouTube dan pul yetishini ham sizga yordam beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.